To'g'risini aytsam chichib qo'ydim hozircha chichib qo'ydim. Chunki 10 tadan 2 ta juda bu kamda. Bilmadim endi bu safar bo'ladi omadimi? Bo'la boshlaydi mana. Qadriyat o'sha 5-marta yengilyapsan. Uyat bormi? Senda or-nomus bormi? Chichib yuboryapsan-da, ha demay. Qani boyata? Ha? 1 2 aha 3 4 Anar 4 5 6 7 böyle tez bu tez böyle umuman bir unaqa ishlar qaltirama sen ham qachondir yengib qolasiz. Assalomu alaykum azizlar, sizlarni YouTube kanalimizda ko'rib turganimizda xursandman. Yana o'sha shart bajarish to'g'risidagi video roligimizda yangi videolari mana xudo xolasa ko'rishda davom etasizlar. Bugungi shart ya'ni o'sha maydon sentrdan 10 tadan tepiladi. Ya'ni har doimgidek 10 tadan tepiladi. Bu qanday shart? Короче, kimda kim mana shu shartda yutqizsa, bir oyoqda turib, qo'lni ko'targan holatda 50 marta o'tirib turaqim. Mana shunaqa shart bo'ladi. Dam olish, to'xtash degan narsa bo'lmaydi. Mana shuni kimda kim yutqizsa, mana shartni bajaradi. Sizlarga yana bitta narsa aytib ketishni joiz ko'raman. Короче, tez kunda juda qiziqarli video roliklar taqdim etiladi. Bundan da juda qiziqarli va shu bunaqa holi YouTube algoritmida yoki YouTube tarixida bunaqa shart berishlar to'g'risidagi video roliklar bo'lmagan. Ya'ni shu o'zbek auditoriyasi, o'zbek segmentiga mos juda dahshat video roliklar taqdim etamiz. Iloji boricha videolarni o'tkazib olmanglar va like bosib kanalga obuna bo'linglar. Bundan da qiziqarli video roliklar qo'yishda davom etamiz. Короче, mana tepishni ham boshladik. Har safar birinchi bo'lib bo'la boshladi. Bu safar o'zim boshlab qo'ya olaman. Chunki 4 safardan beri bo'lani hech omad kelmayapti. O'shaning uchun bu safar o'zim boshlayqani. Shtobi bo'laman bir marta yutsin, yuragim siqilib, uyalib ketyapman o'zim yutavergandan to'g'risini. Bo'la tayyormisiz? Tayyor. Hamma ishga tayyorman. Bittadan birinchi zarbani o'zida golda, birinchidan. Aniq. Yordam berib. Uchta ketdi, 3ta. Abi. 4 tadan bittami? Hozircha 4 tadan bitta, cho'ta omad kelmayapti. Bu safar bo'la yutaman. Oh, 5. Hamisha gol bo'laveradi. Böyle 6 tadan bitta urdim. Cho'ta omad kelmayapti. Bitta umidingmi? Vay bile, 8 tadan bitta. Bittagina qoldi, bittagina. 9 tadan bitta urdim. 10 tadan 2 ta. Короче, meni navbatim tugadi. To'g'risini aytsam chichib qo'ydim hozircha chichib qo'ydim. Chunki 10 tadan 2 ta juda bu kamda. Bilmadim endi bu safar bo'ladi omadimi? Bo'la boshlaydi mana. Omad bizga. 2 ta urdi. Bitta oshirishimiz kerak. Bo'la, tepchi. Ona endi satay vaqtga shunday tepaga ketib qoladi. Yap, ona endi. Жалко bilan, to'xta bilan. Bitta bir narsa ayib qolganda gapirsa. Qo'llar ishlatasan ekan. Ishlatasan. Tegmaganini ishlatarding. Yo'q, qaytarishlarada.
Ataytsa mana. Ya, bana mı bekliyorsun? Bir metre narani yaptı. Qanday 1 metr oldidan o'tib ketyapti. 1 metr emas, oldidan o'tyapti. Ya ona qarang. Yeb bilan nechta bo'ldi? Tak. Doktor. Bila, chichib qo'ydik-ku, bila, chichib qo'ydik-ku. Hali bor hali, ikkita imkonim bor mening. Yo'q, ona qarang. 16 kilometr balandlikda. To'g'risini aytsam men chichib qo'ydimmi deb o'ylagandim. To'g'risi, penaltilar seriyasida bugun yutqizaman deb o'ylagandim. Shu bugun narsa bo'la yutadi deb o'ylagandim. To'g'risini aytsam bo'la mana shu chichivardi, a demay chichivardi. Har doim chichivaradi. Bilmadim, poderяд уже 5-marta chichyapti. Hozir shartni jinnisini qiladi, iloji yo'q. Shartni bajarmasa umuman imkoni yo'q. Oyoq og'riydimi, boshqa qiladimi, uni problemasi. Короче, sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolaman. Xudoga shukr, hamma videolar yaxshi ko'rilyapti. Xudo xolasa bir 2-3 kunda bundan da qiziq shartlar to'g'risida video roliklar tayyorlanadi. Ya'ni shu futbolga oid mana shunaqa shartlar o'zgaradi. Ya'ni har xil narsalar, yeb ichish, boshqa yorish, tuxum yorish, u qilish, bu qilish, любой shart ketadi endi. Unaqa o'tir tur, anjumanaqa unaqa shartlar bo'lmaydi. O'shancha kanalda qiziqarli videolar o'tkazib o'rmaslik uchun kanalga obuna bo'linglar. Va like tugmasini bosinglar. Iltimos, iloji boricha sizlardan faqatgina shuni iltimos qilaman, like bosib kanalga obuna bo'linglar. Sizlardan boshqa hech narsa kerak yo'q. Bu yerga bizdan ijodning zo'rlarini kutasizlar, xudo xolasa. Hammaga rahmat e'tibor uchun.